Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan uzillikning foydalari, ya'ni giridoterapiya to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni uni uzillikdan ajralib chiqadigan moddalar, uni ta'sir mexanizmi, qanaqa foyda ko'rsatadi, qaysi kasalliklarga hamda qaysi holatlarda o'tkazib olmaydi, hamda organizmdagi biologik nuqtalar to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Endi bilamizki, bu giridoterapiya bir necha asrlar davomida qo'llanib kelinyapti hamda organizm uchun bir qancha foydalari bor. Keling, sizlar bilan shularni ko'rib o'tib ketamiz. Ya'ni zulukni organizmga qo'yganda, ya'ni teri orqali qon so'radi hamda qon so'rganda so'lagi orqali bir qancha moddalarni odam organizmiga yuboradi. Birinchisi bu giridium moddasi. Bu giridium moddasi so'lak orqali qon tomiriga tushadi hamda qonning emasligini ta'minlab beruvchi modda hisoblanadi. Ya'ni shuni hisobiga qon suyulib, qon aylanishi yaxshi bo'ladi hamda so'rayap turganda qon qotib qolmasligi uchun o'zidan giridium modda ishlab chiqaradi. Keyingi moddamiz so'lagi tarkibidagi so'lagi tarkibidagi beledin hamda eglin moddalari. Bu yallig'lanishga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bir qancha yallig'lanish bilan bog'liq holatlarda, ya'ni endometrioz bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir yallig'lanish holatlari bo'lishi mumkin. Shu holatlarga ta'sir ko'rsatuvchi modda ishlab chiqaradi hamda qon tomiriga tushadi. Undan tashqari destabilizator modda ishlab chiqaradi, ya'ni ferment. Ya'ni buni vazifasi organizmga qonga tushgandan keyin qon tomiridagi tromblarni eritish hamda qon aylanishini yaxshilab beruvchi modda hisoblanadi. Keyingi ishlab chiqariladigan moddasi anestezin moddasi, ya'ni so'lagi orqali qon tomiriga tushadi hamda qon orqali butun tanaga tarqaladi. Bu anestezinning vazifasi og'riq qoldiruvchi, ya'ni bo'g'imlarda, bir qancha joylarda, hazm tizimida yo bo'lmasam bir qancha holatlar bilan bog'liq og'riq yo bo'lmasam bosh og'riq, migren holatlarida og'riq qoldiruvchi vazifasini bajaradigan modda hisoblanadi. Keyingi ajratadigan moddasi bu gialuronidaza fermenti bo'ladi. Bu ferment to'qimalardagi trofikani yaxshilashda yo bo'lmasam bo'g'imlarni holatini yaxshilashda, undan tashqari terini holati, to'qimalardagi moddalar almashinuvini yaxshilashda ishlatiladigan modda hisoblanadi. Shu modda so'lagi orqali qonga tushadi. Endi bu zulukni qo'yganda foydalari qanaqa holatlarda qo'yilishi mumkin? Ya'ni yuqori qon bosimida qo'yilishi, yurak ishemik kasalligida qo'yilishi, undan tashqari varikoz holatlari, tromboz holatlari, undan tashqari bosh og'rig'i, migren holatlari, undan tashqari uyqusizlik holatlari, nevralgiya holatlari, yo bo'lmasam bachadon ayollarda bachadon bilan bog'liq, ya'ni yallig'lanish, endometrioz holatlari, qaysi siklini buzilish holatlari hamda ko'z sohasi, masalan glavkoma, bir qancha kasalliklarda, bepushtlik holatlarida, revmatizm holatlarida, allergiya holatlarida, teridagi kasalliklar, ekzema, qanaqadir toshmalarda qo'yilishi mumkin hamda foydali hisoblanadi. Bu foydalari shu ajratadigan moddalar bilan bog'liq. Endi qaysi holatlarda qo'yilmaydi degan savolga keladigan bo'lsak, ya'ni qarshi ko'rsatmalar, qo'yib bo'lmaydigan holatlar, ya'ni uzillikka allergik holati bo'lsa, keyingisi qon ketish holatlari bo'lsa, qonni yuvishi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, undan tashqari onkologik holat bo'lsa, qon bosimi past bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsa, shu holatlarda qo'yilmaydi. Endi bu uzillikni kim tomonidan o'tkaziladi? Albatta shifokor yo bo'lmasam mutaxassisi tomonidan o'tkaziladi. Bu uzillikni qo'yish bu nuqtalariga qarab turib qo'yiladi. O'zini faol biologik nuqtalari bo'ladi hamda qo'yishda steril uzillik bo'lishi kerak hamda tibbiyot uchun maxsus o'stirilgan uzilliklar bo'lishi kerak. Endi qo'yish vaqtiga keladigan bo'lsak, 20-40 minut davomida qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin o'zida qonni so'rib bo'lgandan keyin maxsus o'zi tushib ketadi, olib tashlanadi hamda ba'zi bir holatlarda endi bu ajratilgan moddalar hisobiga qo'yilgan sohasida qon to'xtamasligi mumkin, 12 soatgacha qon to'xtamasligi mumkin yo qon chiqib turishi mumkin. Bu tabiiy holat hisoblanadi. Ya'ni bu giridium moddasi, destabilizatsiya moddalari ishlab chiqarilganligi bilan bog'liq. Endi uzillik bir qancha foydalari shular bilan bog'liq hisoblanadi.